Sanet so'raganlar uchun 2024-yilda ishlab chiqarilgan, atiga 13 ming probeg masofani bosib o'tgan prestij pozitsiyada Sanet sotuvda. Kalkraskalari mutlaqo toza ekan. Ham to'rtta chiroyli diska qo'yganlar, ya'ni o'z diskasi ekan, yumshoq balon bor ekan. Mashinaga chiroyli, yaxshi ko'ringan. Diska joy dosti bor bularda. Salon qismi yaxshi bahonalar berasizlar. O'sha zavodga bostan kolonka, ashka modlar hammasi bor. Chunki full pozitsiyada Prestige Neonline'dan antiradarlargacha bor ekan. Evakordan polga tashlaganlar yaxshi. Tabiga aytganimizda 13 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Aka gaz qo'ymadim dedingiz hali? Gaz qo'yilmagan ekan. Salon holati yaxshi holatda turibdi. Sababi probeg kam. Aytganimizdek kraskalar mutlaqo toza, orqa tomoni. Tomondan ko'ringan mashinani diska bilan juda ham yarashib turibdi. Kattagina diska qo'yilgan, chunki krilo katta bo'ladi. Ancha katta razmerdan ko'taradi mashina orqa qismi. Yo'q, ko'rsatmaymiz, chunki gaz yo'q dedilar. Narxiga keladigan bo'lsak, kamiz 18 ming dollar deyaptilar. Agar naqd pulga kelsalaring yana 100 dollar, 200 dollar o'tib beradilar. Telefon raqam pastda bo'ladi. Sanet izlab yurgan tanishingizga videoni jo'natib qo'yasiz.